Hamma UCL sim kartalari sizlarga pulga sotayotgan vaqtda men sizlarga esimni umuman Rossiyada o'tirib bir joydan chiqmasdan bepul aktivatsiya qilishni o'rgataman. Qaranglar, UCL programmasini ustolovga qo'yasizlar. Tepada ko'ryapsizlarmi? Megafon Lite deb yozib qo'yibdi. Ishlashini ko'ryapsizlarmi? Ishlashini ko'ryapsizlarmi? Любой video kiraman. Bez VPN shunaqa ishlatyapman. Bir joyda o'tirib chiqmasdan turib men sizlarga aktivatsiya qilib roaminggacha boshqarishni o'rgataman. Buning uchun birinchi o'rinda agar iPhone bo'ladigan bo'lsa, App Store'ga kirasizlarda UCL uz deb yozasizlar. Приложениесі chiqib keladi, ko'ryapsizlar. Men ustolovga qilganim uchun открытni bosaman, men nomerimni chiqarib yubordim. UCL abonenti bo'lishni bosasizlar, eSIM sotib olishni bosamiz, undan keyin boshlashni bosamiz, yangi raqam olishni bosamizda davom etishni bosamiz. Tekinga degan raqamlar bor, tekinga raqam tanlasangiz bo'ladi. Xohlagan ustiga bosasizda davom etishni bosasiz. Tarif tanlaysiz. Masalan, men 110 minglik tarifga tanlaganman. Siz mana buni masalan arzonroqini tanlasangiz bo'ladi. Yashil pasportingiz seriyangizni va tug'ilgan yilingizni kiritasiz. Pasport seriyamni kiritaman. Tug'ilgan yili. Davom etishni bosasizlar, sizlardan Face ID so'raydi. Undan keyin sizlar ism familiyalaringni avtomatik topadi. O'zbekiston fuqarosi bo'ladigan bo'lsak, ommaviy afiyorani bosamizda davom etamiz. Endi qaranglar, balans to'ldirish degan joy bor. Eng asosiy joy. Mana shu joyda xohlasanglar O'zbekiston kartasida balans to'ldiringlar, xohlasanglar T-bankni o'zidan ham to'ldirsanglar bo'ladi yoki Sberbankdan ham to'ldirsanglar bo'ladi. Rossiyani xohlagan bankidan to'ldirsanglar bo'ladi. Masalan, men T-bankdan to'ldirmoqchiman. Sistema bыстрый платежni bosamiz. Shu yerda men T-bankni tanlayman. Siz browser qilsam bo'ladi, приложение bo'ladigan bo'lsa, приложениyaning o'zidan oplata qilsanglar bo'ldi. Dalshi davom ettiradigan bo'lsangiz, sizlarga shunaqa QR kod beradi. QR kodni boshqa telefondan rasmga tushirib olasizlar-da. Mana bunaqa qilib sotuviy tarifni podключить qiladigan bo'lsanglar, eSIM aktivatsiya beradi. Aktivatsiya qilasizlar bo'ldi akalar. Keyin o'sha приложениyaning ichiga kirib, agar telefoningizda iPhone bo'ladigan bo'lsa, для поискani ichiga bosasizlar-da, mana bu yerda roaming danini bosib qo'yasizlar bo'ldi. Sizlarda bez atkaz Sherda Rossiyada turib UCL sim kartasi ishlashni boshlaydi. Bu faqat eSIMni qo'llab-quvvatlaydigan telefonlarga amal qiladi. Agar iPhone bo'ladigan bo'lsa, Samsung S seriyasi bo'ladigan bo'lsa yoki Redmi'ning ba'zi bir modellari ham bor, o'shalar hammasi eSIM o'qiydi, o'shalarga to'laqonli to'g'ri keladi. Sizlar qayerdandir sim karta sotib olishingiz shart emas, o'zingizlar shunaqa eSIMni bemalol besplatni aktivatsiya qilsanglar bo'ladi.